Fayyozov, qachon siz bilan bir TDM o'ynaymiz? Eshitishim bo'yicha faqat M24 da hammani qiynab yurayotgansiz. O'zi bir faqat qizlar orasida yurasiz. O'ynashni bilmasangiz ham kerak. Siz shunaqa deb o'ylaysizda, hozir mana lobby o'ynaymiz. Shu katta gapirganingiz uchun men sizni yutishga harakat qilaman. Agar men sizni lobbyda yutib qo'yadigan bo'lsam, podpishchiklaringizga 3 ta Ferrari mashinasini beraverasiz. Yaqinda keladi Ferrari. Shansa bu sizga qo'lni qizdiring deyapman-da. Ha, oxirida aniqlasin, comeback qilaman. Bitta hozir shu osh ketyapti, comeback qilishingiz ham qiyin-ku. Yomon. Oy, yetib oldingizmi? Bo'ldi, boshqa o'ynamasam bo'lmaydi. Davay. Bitta yetib oldingiz siz. Davay. Let's go. Voy! Yo, 32. Kardinal bilan hali bunaqa bo'lmagandi. Men krisali qildimda, ataylab yutdim. Obunachilar Ferrari yutishi uchun endi 3 ta Ferrari'ni o'zingiz bilasiz qanaqa topshirishda. Obunachilarni endi o'zingiz xursand qiling.